Ha bu mashinangiz muncha qimmat. Mashina radnoy, opoqimdan qolgan, pashti minilmagan. Hozir ko'rib turing mashinani. Jiyan, dadangning gapi to'g'rimi? Yo'q, aka, siz bizni xafa qilyapsiz. Bizni oilamizdan umuman yolg'on chiqmaydi. Agar rost gapirsang, shu pul saniki bo'ladi. Nima bo'lsa gap tashlang. Mashina ulangan. Shunaqa ulanganki, yarmi Moskva hech kim bilmaydi. Bu hol hammasi basam aka. Mashina bexosiyat. Qanaqa bexosiyat? Kechqurun shomdan keyin mashina minsangiz, Bakavoydan tuyali odam ko'rinadi. Akaxon, ko'rdingizmi mashinani? O'g'iltoy? Ha. Bundan ham qo'rqinchli hikoyalar bormi menyuda? Ha, bu. Yangi klient kelyapti, tayyor bo'lib turing. Hop, Lubboy kelsin, siydirib yuboraman. Ye, amash to'xtang. Ha? U meniki olib borib qo'ying. Ha, bo'ldi, o't bag'dan. Shogird, siz o'zingiz ustingizda qancha ko'p ishlasangiz, o'shancha o'sasiz. O'shancha rivojlanamiz. Biz bu yerdan baraka topib boy bo'lamiz. Uning uchun nima qilishingiz kerak? Gazini berib, ertalabdan kechgacha ishlab berishingiz kerak. Rombozish xonamiz nomidan sizga kepka sovg'a qilaman. Birinchi kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat ustoz. 24/7 chetdaman, xizmatdaman. Ustoz, men siz aytganingizni qilib, uyga bormasdan mana shu yerda qolib, itdek ishladim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Siz boyib ketdingizmi? Hali ham o'sha yirtiq tapchadaman. Ishlamayman bu yerda. Shogird. Endi buni kim minadi? Ataylab sizga oldim-ku. Ha, shogird, nima ishlamayapsiz? Men bu yerda 1 yil ishladim. Keyin nima bo'ldi? Ha, nima bo'ldi? Siz Matiz'ni Malibuga oldingiz. Men nima qildim? Siz nima qildingiz? Bergan velosipedingizni metallomga topshirib yubordim. O'ylab berdim siz. Endi nima qilaman? Ha, endi nima qilasiz? Ketaman. Shogird, Endi meni qaytarishga urinmang. Hech qachon qaytmayman. Aliyo dada, ertaga men vaqtli uyg'otib qo'yinglar, ishga borishim kerak. Yo'q, hech ketmadim. Ha. Ukaxon, Narimon akalar uyga qasibimiz borsa bo'ladi. Mana, endi borasan-da ko'prikdan bir olasan. Tushundingmi? o'g'iltoy ko'ringchi, nimalar olamiz ekan, ayiz nima yozibdi? Xo'p. Oy, Nima bo'ldi? mazam qochyapti shekilli dada. Nima emas qocha o'zidan o'zi? Qattiq zerikib qoldim shekilli. Hozir shuna yan kasal chiqqan, eshitmadingizmi? Yo'q, eshitmadim. Yuring, doktorga olib boraman sizni. Yo'q, voy. Ha? Doktor shart emas. Ana yo'ldagida detskiy plashakka borib, o'sha yerga olib yaxshi bo'lib qolaman. Ham arzon tushadi. 40 ming so'm xolos. Mana 40 ming. O'g'iltoy mazza qilib o'ynab chiqsa, o'zi nechigacha ishlayapsizlar? Ertalabki soat 9 dan kechqurungi soat 10 gacha ishlayapmiz. O'g'iltoy, siz bilan nimaga kelishgandik? Ha, biz bozorga chiqdik, bozorlik qilgani. Yana nima bo'lyapti? Ozgina joyga bormadida yana jichcha qo'yib berganingizda tuzalib ketardim.